Hiç o'ylab ko'rganmisiz? Yaxshilik bilan yomonlik orasidagi farq nimada? Ulamolar aytadilarki, yaxshilikni qiladigan odamlar yomonlik qiladigan odamlardan farqlari shundaki, ularni nafslari ularni yaxshilikka sari boshlaydi. Ularni nafslari yaxshilikni qilishlikka moyilroq. Ularni nafslari yaxshilik uchun jon otadi. Yomonlikni qiladigan odamlarni nafslari esa yomonlikka moyil. Yomonlikni qilishlikdan rohat ko'radi. Yomonlikni qilishlikka oshiqadi, shoshiladi, yomonlikdan kayf oladi. Nafs sizda ham bor, menda ham bor. Nafs yaxshilikni qilayotgan odamda ham bor, yomonlikni qilayotgan odamda ham bor. Ana endi ikki nafs orasidagi farq. Sizning nafsingiz qaysi nafslardan? Nafsimiz ustida ishlashligimiz kerak emasmi? Nafsimizni o'zimizga bo'yin sindirishlik bu bizni asl vazifamiz emasmi? Agar meni nafsim yomonlikka chorlayotgan bo'lsa, yomonlikdan rohat olayotgan bo'lsa, yomonlik uni uchun yaxshilikni qilishligidan ko'ra komfortliroq kelayotgan bo'lsa, bu nafs boshiga urilish kerak emasmi bu nafsni? Nafsimiz bizlarni qaysi tarafga boshlayapti? Nafsimiz qaysi nafsdan? Buni nazorat qilaylik. Nafsimizni ko'yiga kirsak, nafsimizni rozichiligini agar izlaydigan bo'lsak, azizlar, holimizga voy. Nafsimizni boshqarishlik bizga qolgan, sizga qolgan, o'zimizga qolgan topshirilgan eng buyuk vazifa.